Xo'p, tabiiyki, isitish tizimida kondensat hosil bo'ladi, lekin u juda ham zaharli. Ana shu kondensat quvurlarning yemirilishi, isitish tizimini ishdan chiqarib yuborishi va natijada sizga juda ham katta xarajatlarga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin mana shu katta muammolarni bir kichkinagina qurilma orqali hal qilsak bo'ladi. Bu qo'limdagi kichkinagina qurilma neytralizator hisoblanadi. Uni vazifasi juda ham oddiy. Kondensatsion qozonda hosil bo'ladigan kislotali suvni zararsiz holatga keltirib beradi. Neytralizator ichiga mana shunaqa maxsus toshlar, ya'ni kalsiy karbonat granulalari solinadi va kondensat mana shu filtrlardan o'tganidan keyin zaharli moddalarini yo'qotadi va suv neytral holatga keladi. Nima uchun bu muhim? Kislota quvurlarni yemirish xususiyatiga ega. Neytralizator esa bundan himoyalaydi. Qo'shimchasiga tizimni xizmat muddatini bir necha yilga uzaytiradi. Kanalizatsiya tizimini korroziyadan saqlaydi va eng muhimi sizni ortiqcha xarajatlar qilishga yo'l qo'ymaydi, ya'ni saqlab qoladi. Ushbu qurilmani nima uchun kerakligi haqida yetarlicha ma'lumotlarni berib o'tdik. Agarda ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, yaqinlarga ham ulashib qo'yinglar. Ularga ham albatta foydasi tegsin. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun esa sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.